Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz inoqalar, xudo qilsa ki jo'ri sal salomat bo'lsinlaringiz. Chizki Afg'oniston ichiga bo'lsinlaringiz va xorij az Afg'oniston bo'lsinlaringiz. Bu yerga viloyat Qunduz Ulusvol imomsi Qariy Gultepaga sho'yla bir mahfil go'zallikka da'vat qilgan edi. Shuga bir keldik biz. Shuga bir yaxshi inoqalarimiz shuga mehlarga tashrif qilgan ekan. Shuga inshaalloh biz keldik. Shu inoqalarimizdan aziz vatandoshlarimizdan bir so'rab ko'raylik qana me'llarida qayerda ham yaxshi o'tib ketyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Yaxshimi, jonjormi, baxayrmi, sihat salomatlikmi? Bugun uch dal Afg'onistonga ana buni basta jahon bizni bir ko'chaktarin melamizni ko'radi. Kishvara Afg'onistondan misliki har birodariga daxil ya xorijga bor. Hammasiga salom taqdim qilamiz. Millat Afg'onistonga har kishvarga ki muhojir bo'lsa hammasiga Xudovan difokdan Alloh Rabbul Izzatdan hamisha jonjonlik tilaymiz. Hamisha sihatmand bo'lsin. Har kishvardagi bo'lsa. Biz duo qilamizki Xudovan difokdan tanho Afg'oniston xeyla kam borishlik bor Afg'onistonga. Jumla mo'min musulmon duo qilsinki bir borish Afg'onistonga biz Xudovan difok yasar qilsinki mazlum Afg'oniston xususan borishdan ko'p kambulligi bor. Lalim yog'i tamamen nesab nalbalaqlarda havo borish javobgarchilik qor bu neslar yo'q. Magar har kishvar Afg'onistondan har kishvarga musofirin ki muhojirin Afg'oniston ki bor. Magar Alloh Rabbul Izzat hamisha nigovanlari bo'lsin. Shu martaba musofir duosi hamisha mustajob bo'ladi. Duo qilsinki Xudovan difok Afg'onistonga bir borish, xususan Afg'onistonga bir oromlik, sulh, oromlik, bir itoat, intifolikda Alloh taolo muyassar qilsin. Teşekkürler xonlaringiz obod bo'lsin. Inshaalloh inoqalarimiz filanga gaplashtirib ko'rdik. Keyinda tag'in bir inoqalar bilan inshaalloh boramiz. Qana gaplarni bir ko'rib olayotgan mavzular bor ekan. Afg'oniston tarafi naqd tarafi iqtisodiy bo'lsin, gaz siyosiy bo'lsin inshaalloh bir ko'rib chiqardik qana inshaalloh. Assalomu alaykum. Inoqa xotingiz nima aytadi? Assalomu alaykum. Salom taqdim qilaman. Men Muhammad Xolid. Bir o'zbek qavmlarida Afg'onistonga yashab yurgan nimalarmen ammo har joyga qavmlar, qarindoshlar har joyga bo'lsa salom taqdim qilamiz. Chi kishvar Afg'onistonda bo'lsa, xorijiy kishvarda bo'lsa, tamoman qavmga va tamoman Afg'onistonning mardlariga salom taqdim qilamiz. Xo'p, shu yerda bir ko'chaktarin bir majlis apil baxotirga boron uchun Allohga duo qilamizki Alloh bir boronni bizga muhayyo qilsaki topkishni kor va tamoman esa bundan bahra olsa. Va boshqa salom taqdim qilamiz. Hamma yor do'stlarga va tamoman Afg'oniston va tamoman millatga salom taqdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Teşekkür sizler bo'ling inoqalarimiz. Şimdi kelamiz boshqa bir inoqamiz deganimizga inshaalloh bir so'raji bordik. Uni so'ng mahfillarimizni oxiriga tamom qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Akajon otingiz nima? Şimdi bir qarada gapirgan. Şimdi bu inoqamiz bitana uyalib gaplashmas holga keldi. Kelamiz hozir muhtaramdan bir savol so'raji bor qana inshaalloh. Uni so'ng programmamiz oxiriga oparib qo'shmamiz lozim bo'ladi. Assalomu alaykum muhtaram. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Şu majlisimizga bir sevdao jaddiga biz shu yerga muofil aldik, shu yerga bir tashrif olib keldik. Tamomi ki vatandaroy, birodaroy, avlodoy ki do'stlarda hammasiga salom aytamiz. Biz Allah tabarak ve taaladan bu sefer ümit kılamız ki bizdeki misafir kişilerden
bizni musafirlarimizni, avlodlarimizni, buzruklarimizni hammasiga Alloh taolo bo'lsa-ki, yodiga bo'lsin, Alloh taolo bo'lsa-ki, bu siyoti komil bersin, amali nek bersin. Shuncha Allohning darboridan qalaymiz. Bizlar shukr, alhamdulillah, alhamdulillah. Allohning sharafatlardan, Allohning barakatlaridan biz shunga shunchagina zindalik qilib vatanimiz katta aromlik bo'libdi. Imorati Islomiga biz shuncha bo'lsa ma'qul olib, shuncha sizlarga salom taqdim qilamiz. Hammalaringiz biz mardimni, vatanni faramush qilmangizlar. Hamisha yodi Alloh bo'lingizlar. Hamisha yodi millat bo'lingizlar. Hamisha yodi birodar, do'stlar bo'lingizlar. Yodi hamvatan. Şuradan biz bize xudofiza qilamiz. Hammalaringiz Allohning darbarida amonat, salomat, eson-omon, jonijo'r, sihatmand bo'lingizlar. Biz mardum musofirni, vatanni ham faramush qilmangizlar. Xudo hafizlaringiz. Teşekkür ederiz muhterem. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Şimdi aziz dostlarimiz bu filmde YouTube'umuzdan inşallah oradan ko'rib bilasizlar. YouTube'imiz oti Obidin Saidi. Obidin Saidi YouTube kanalimizdan bu gaplarimizni inşallah eshitib ko'rib Bir YouTube'imizni subscribe qilmoqni esingizdan chiqartmangizlar. İnşallah şöyle bir kameramanlarimiz, şöyle bir sabziyotli bug'doylarni bir oluvchi bo'lsa, tashakkurlar. Assalomu alaykum. Yana da programga filangan tashrif ovora qildik biz. Şimdi muhtaram ashvozimizdan biri o'zlariga qabuli pishirganlardan bir so'rab ko'ryapman, qaysi raqamga pishiribdi inshaalloh. Shoyat ko'p lazzatli bo'lgan bo'lsadir bu. Assalomu alaykum. Alaykum salom, durud. Qorizilmay muhtaram ism muboraklaringiz nima esa? Ismim Qorizilmay. Ism Qorizilmay, viloyat Kunduz Lusoli Imom Said qariya Gultepadan bo'lamiz. Bugun sizga bir mahfil oldik. Hinaqalarga bir g'izo birinchi vatani farmoyishi pishirdik. Bugun Maşallah qarisa muhtaram, ko'p yaxshi şöyle o'zlariga qobilli bir pishirib qo'yibdi. Şimdi o'zlariga qobilisidan ham şöyle bir kamerani ostiga olib yuboramiz. O'tir. Qarisa muhtaram, bu o'zbek qobillarga nimangiz talalarningiz qanaqa izzati bor kelangan? Bunga zardak tayladik, piyoz tayladik bunga. Vatanda birinchi mana shu narsalar degan. Xo'p, maşallah qarisa muhtaram, ko'p yaxshi. Qana bir ag'darib ko'rgan ishlarimni ko'rib bartak, maşallah o'zbek qabullarimiz qanaqa luks pishgandir. Maşallah ko'p luks. Qarisa bu o'zingiz vaqtdan oshpazlikdan o'rganib ketganmi, bo'lmasa jangatdan shuru qilsizmi? Kam oshpazlik qilamiz deb jo'rga o'xshaydi. Ko'p yaxshi. Tamam. Mohammed bug'doy deyapsan, bug'doy olib jo'nat. Ana keyindagi tashmat bug'doyga tomar. Keyindagi bug'doy.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana da programmamizga takrordan keldik biz. Şimdi viloyat Qunduz Ulusoli Imom Said Qariya Gultepadan inshaalloh biz bu og'oz programmada ishtirok qilmoqdadik. Şöyle ko'ramiz inshaalloh bug'dalar ham moyisa bo'lmoq üzere. Bu YouTube'imizni, kanal YouTube'imizni subscribe qilmoqni esaringizdan chiqartmangizlar. Bir YouTube'da oti Obidin Saidi. Obidin Saidi YouTube kanalimizni subscribe qilmoqlashdi. Eslaringizdan chiqartmangizlar og'azlar. Ko'rishda salomat bo'lingizlar arkadaşlar. İnşallah şöyle bir bug'dalarimizdan bir ko'ruvchi bardik. Shavi man tu shavam to ke